Salam do'stlar. O'tir Sharqni mushu dunyoning o'qdora istutek makoni deydi ekan. Bu gap xato emas. Buning misoli Isroillik bilan Falastinliklar pat-pat urush qilib turdi. Bu urushda yillardan buyon nurg'unlagan fuqarolar hayotidan ayrilib ketdi. Texi yaqinda davomlashayotgan Suriya urushi texi tamomlashib bo'lgani yo'q. Uning oldiga qaraydigan bo'lsak, Iroq urushi bo'lgan. Arab qo'ltiq dengiz urushimi bo'lgan. Uning oldiga qarasak, Iroq urushimi bo'lgan. Bunda aytganda, 2-dunyo urushidan keyin O'tir Sharqda intayin cho'ng urush bo'ldi desakmi, Isroilliklar bilan Arablar jami 5 qitim cho'ng urush ilib bo'lgan. Uşaq kichik tipdagi urushlarni hisob qilmaganda. Isroilliklar bilan Arablar nima uchun bunday ko'p qitim urush qildi degan chaqda, asosli maqsad zimin talashish urushi. İsrailliklar bilan Arablar bu Falastinda urush qilishdagi birdan-bir maqsad bo'lsa, zimin talashish urush, davlat qurish urushi. İsrailliklar nima uchun bu Falastinda davlat qurdi? Bu zodi qanday gap? Arab yerim orolining tarixiga qisqacha qaraydigan bo'lsak, Arab yerim orolining tarixida Samiylar deb bir millat bo'lgan. Ya'ni İbraniylar deb bir millat bo'lgan. Qavm desak bo'ldi. Hozirgi Yahudilarning oti-bobisi İbranilardan kelgan bo'ladi ekan. Ya'ni hozirgi Arab yerim orolidagi Yahudilar va Arabliklarning hammasining oti-bobisi Samiylar qavmidan kelgan ekan. Endi İbranilar qavmining bir ajdodi bo'lib, ismi İbrahim. Balkim İbrahim payg'ambar bo'lishi mumkin. U zamonlarda insonlar har xil narsaga e'tiqod qiladigan bo'lib, faqat İbranilarning ajdodi bo'lgan İbrahimni Allah payg'ambar qilib bekitgan ekan. Shuning bilan İbrahim payg'ambar o'zining Allah tarafdan o'rlashtirgan payg'ambar ekanligini bilgandan keyin uyiga qaytib kelib, butun butlarni chiqib tashlagan ekan. Allohdan İbrahim payg'ambarga vahiy kelib, İbrahim payg'ambarga o'zining qavmini boshlab, Kanan degan yerga berib yashaysan. Hozirgi O'tir dengizning sharqi, Falastin rayonlari. Kanan degan yerga berib yashaysan, shu yerda ro'noq topsan deydi ekan. Lekin birli shartim bor, sen avlodlaring va avlodlaring qadar Allohga ishonishing kerak deydi ekan. İbrahim payg'ambarmi Allohning bu buyrug'ini qabul qilib, avlodlarga vasiyat qoldirdi ekan. İbrahim payg'ambar o'zining qavmlarini boshlab, qadimgi atalg'u ism Kananga yetib keldi ekan. İbrahim payg'ambar Kananga yetib kelgan chaqdimi, Kananda yerlik millatlar yashaydi ekan. Shuningdan keyin bu yerga shimol tarafdan Filistiyaliklar deb bir qavm bo'lib, ular bu yerga kelib, bu yerning ismini Falastin deb atagan ekan. Shuning bilan bu rayonning ismi hozirga qadar Falastin deb atildi ekan. Ma'lum yillardan keyin bu Falastinda ig'ir ocharchilik yuz berib, shuning bilan Yahudilar Misrga ko'chib borgan ekan. Yahudilar Misrga ko'chib borgandan keyin Fir'avnning zulmini yetkichi tortdi ekan. Keyin Musa payg'ambar Yahudilarni zulmdan qutuldirish uchun Yahudilarni Misrdan Falastinga qutuldirib akvoladi ekan. Shuning bilan Falastinda Yahudi podshohlik davlat qurdi ekan. Ya'ni milodidan burun 9-yildan 1000-yilga qadar Yahudi podshohlik davlatining eng gullangan davri ekan. Bu chaqdagi Yahudi podshohlik davlatining podshosining ismi Sulaymon bo'lib, Sulaymon podshoh Yerusalim shahrida intayin hashamdaramlik nihoyat cho'ng ibodatxonadan birini soladi ekan. Sulaymon podshoh o'lgandan keyin Yahudi podshohlik davlati ichidan bo'linish paydo bo'lib, ikkiga parchalanib ketar ekan. Shuning bilan Janub shimol deb ikki davlatga parchalanib ketar ekan. Shimol tarafdagi davlatni Isroiliya deb ataydi ekan, janubiy tarafdagi davlatni Yahudilar deb atildi ekan. Milodidan burun 722-yilga kelganda Isroiliyaliklarni Asur millati tarafidan qirib yo'qotdi ekan. İsrailiya davlati yemirilib yo'qaydi ekan. Ya'ni 100 yil o'tgandan keyin janub tarafdagi Yahudi davlatini Babilonlar kelib yo'qotdi ekan. Hamda Yahudilarning ibodatxonasini butunlay ko'ydirib tashlaydi ekan. Qoldiq Yahudilarni Babilonliklar Babilon shahriga olib qul qildi ekan. Shuning bilan yana yarim asr o'tgandan keyin Parisliklar keldi ekan. Parisliklar Babilonni yo'qotib,
Shu chaqdagi Parisliklarning Sayrus ismli podshosi Yahudilarni azod qilib, o'zining yurtiga qaytarib yetir ekan, hozirgi Falastinga. Shuning bilan Yahudilar qaytadan o'zining hashamdaramlik ibodatxonasini yasab chiqadi ekan. Ya'ni ikkinchi cho'ng ibodatxona deb ataydi ekan. Shuning bilan Yahudilar bu Falastinda bir mezgil xotirjam yashaydi ekan. Keyin Yahudilar yashayotgan Falastinga Yunonliklar kelib besib oldi ekan. Uningdan keyin Rimliklar kelib besib oldi ekan. Rimliklar Falastinni besib olgan vaqtida Yahudilar Rimliklarning qo'rchoq odamiga aylanib qoldi ekan. Ya'ni qo'rchoq xalqiga aylanib qoldi ekan. Shuning bilan qul bo'lib qolgan Yahudilar Rimliklar qarshi ko'p qitim qo'zg'olon qildi ekan. Milodi 70-yil kelgan chaqda Rimliklar Yahudilarning Yerusalim shahriga biraqli besib kirdi ekan. Yahudilar Rimliklar qarshi turdi deb Yahudilarni qonliq qirg'in qiladi ekan. Hattoki ikkinchi cho'ng ibodatxonasini ko'ydirib yo'q qilib yetir ekan. Hayvatlik ibodatxonasining faqatlam g'arb tarafdagi temila qoladi ekan. Shuningdan keyin bu Yahudilarning yasab chiqqan hayvatlik ibodatxonasini faqatla aksiga aklanmaydi ekan. Hozirmi Yahudilar shu ibodatxonaning g'arb tarafdagi temiga qarab ibodat qildi ekan. Rimliklar Yerusalimni ishg'ol qilgandan keyin qoldiq Yahudilarni Falastin va Yerusalim shahri ichidan butunlay qo'g'lab chiqarib yetir ekan. Ya'ni Yahudi millati Falastinda yashaydigan tarixi shuning bilan oxirlashadi ekan. Yahudi davlatimi shuning bilan Rimliklar tarafidan yo'q qilinib yetir ekan. Falastindan qo'g'landi bo'lgan Yahudilar dunyoning har qaysi joylarida 1800 yil surgun xalq bo'lib yashaydi ekan. Yahudilar bu 1800 jarayonda yanala boshqalar tarafidan urilib, so'qilib, qo'l bo'lib, xo'rlanib, ko'migan kunni ko'rdi ekan. Yahudilar tarixdan tortib Yevropada odam qatori bo'lib hisoblanmaydi ekan. Hech qanday siyosiy o'rni bo'lmaydi ekan. Hatto Yahudilarga dehqonchilik qiladigan yermi berilmaydi ekan. Chorvachilik qiladiganga ruxsat qilinmaydi ekan. Yahudilar mana mushundaq qisılchaqlarda yashab hayotini o'tkazdi ekan. Har qanday bir davlatda siyosiy o'zgarish va to'qinishlar bo'lgan vaqtida Yahudi xalqi bulan-talonga xo'rliq uchraydi ekan. O'tir asri kelganda xristianliklarning Kirs armiyasi sharqqa qarab urush ochgan vaqtida aslida Kirs armiyasi Falastinga berib islomga qarshi urush qilish oldida Kirs armiyasi yana bir qitim Yevropadagi Yahudilarni qirg'in qiladi ekan. Shu mezgilda xristian dunyosi qaraganda islom dunyosi Yahudilarni qo'yniga ilib g'amxo'rlik qilgan ekan. Chunki u mezgilda Yahudilar ko'p tilni biladigan ham nurg'un texnikalarga ega iqtidorliq bo'lganligi uchun islom dunyosi bu iqtidorli Yahudilarni qadrlab, hurmatini qilib, Yahudilar bilan yaxshi hamkorlashgan ekan. Yahudilar Rimliklar tarafidan Falastindan qo'g'landi qilingandan keyin yillarning o'tishi bilan Falastinga dunyoning har qaysi joylaridan insonlar kelib o'tiraqlashadi ekan. 7-asrdan keyin islom dunyosi kuchayib, dunyoning har qaysi joylariga kengaygandan keyin Falastinga ko'plagan arab xalqi ko'chib keldi ekan, o'tiraqlashadi ekan. Toki hozirga qadar. Isa payg'ambarimiz Falastinda tug'ilganligi uchun Falastin 3 cho'ng dinning ulug' yeriga aylangan. Yaqinqi zamonlarga kelganda kapitalizm degan ideya dunyoda kuchaygandan keyin bu fursat Yahudi xalqiga fursat tug'dirib bergan. Chunki Yahudilar savdoda eng mayir bo'lib, ular iqtisodda boy, hattoki bank ochalaydigan darajaga yetgan. Yahudilarga nisbatan Yerusalim Yahudi xalqining tarixining beshigi bo'lganligi uchun, ma'naviy ro'yining beshigi bo'lganligi uchun, uning ustiga Yahudilar 1800 yil sargandalik hayotida ko'migan kunni ko'rib, buning birdan bir sababi o'zining davlatining bo'lmaganligi uchun deb qaraydi ekan. Shuning bilan birga har bir Yahudining qalbida o'zining bir davlatining bo'lishini orzu qiladi ekan. Mana mushundaq tarixiy arq ko'rinish sharoit ostida 1897-yili Yahudilarning har qaysi guruhlaridagi vakillari, asosliq oqsoqollari yig'ilib, tashkillanib, hozirgi Shveysariya davlatining Bazil shahrida qurultoy yig'ini ochgan ekan. Qurultoy yig'inida olgan qarori Yahudilar cho'qim davlat quradiganligi, bu davlatni Falastinda quradiganligini, ya'ni tarixda Falastinda qurgan
davlatini aksiga akildiganligini qaror qilib ma'qullabdi. Shuning bilan Yahudilar Yevropadagi siyosiy faoliyatlarini boshlab, har qaysi davlatlar bilan ko'rishib, siyosiy faoliyat olib beribdi. Mana shu mezgilda Angliya hukumati Yahudilarni qo'llamab, hamda Yahudilarning Falastinda davlat qurishiga texim qo'shilmab. Angliyaning bergan maslahati bo'lsa, Afrikaning Uganda degan yerda davlat qurishini tavsiya qilibdi. Hamda Afrikaning Uganda degan yeridan bir zimin ajratib Yahudilarga bermoqchi bo'libdi. Hamda Yahudilarni shu Ugandada davlat qurishini tavsiya qilibdi. Lekin Yahudilarning har qaysi guruhidagi vakillari bu planni qabul qilmabdi, ham qarshi turibdi. Birinchi dunyo urushi portlagandan keyin Angliyaliklarning bu ko'z qarashi o'zgarib, Osman imperiyasining besib yotgan O'rta Sharqqa ko'z tushib, O'rta Sharqni egallamoqchi bo'libdi. Hamda Angliyaliklar O'rta Sharqqa kirgan chaqda Angliyalikni qo'llaydigan bir millatning bo'lishiga ehtiyoj tushibdi. Mana shunday sharoit ostida shu mezgildagi Angliyaning tashqi ishlar ministri, ya'ni Birinchi dunyo urushi mezgildagi Angliyaning tashqi ishlar ministri Balfour apandi bayonot e'lon qilib, Yahudilarning Falastinda o'zining davlatini qurib chiqsa qo'llaydiganligini jakolabdi. Birinchi dunyo urushidan keyin Angliyaliklar Falastinni butunlay ishg'ol qildi. Shuning bilan Yahudilar ilgari oxir bo'lib Falastinga ko'chib kelishni boshlabdi. Mana shu Yahudilar Falastinga ko'chib kelayotgan vaqtida Falastinning o'zida 700 ming arabliklar yashaydi ekan. Shu mezgilda Falastinning 90% nüfusini tashkil qiladi ekan. Hamda butun arab dunyosi Angliya tashqi ishlar ministrining bayonotiga qarshi chiqqan ekan. Arabliklarning ko'z qarashi bo'lsa, Yahudilarni qirg'in qilgan, Yahudilarni sargandalik hayotiga sababchi bo'lgan, Yahudilarga zulm qilganning birdan-bir sababchisi Yevropaliklar. Shunlashqa sizlar Yevropaliklar o'zinglarning ziminidan bir parcha yana ajratib, Yahudilarga davlat qurib beringlar deydi ekan. Falastinga ko'chib kelib, arablarga bisim qilmanglar deydi ekan. Lekin shundaqdimi Yahudilar Falastinga ko'chib kelish soni bag'ansir ko'paygan siri Falastindagi arablar bilan davomli to'qinish, jidal majra chiqish boshlaydi ekan. Uzun o'tmay Ikkinchi dunyo urushi portlab, Ikkinchi dunyo urushida Yahudilar Hitler tarafidan vahshiylarcha qirg'in qilindi ekan. Shuning bilan Yahudilarning o'zining bir davlati bo'lishga texim ehtiyoji oshdi ekan. Ikkinchi dunyo urushidan keyin Falastindagi jidal majralar teximi kaskinlashdi ekan. Shuning bilan Falastindagi mayli arablar bo'lsin, Yahudilar bo'lsin, hammasi inglizlarni dushman o'rnida ko'rdi ekan. Balo qazoni tergan mushu Angliyaliklarda. Yahudilar orasidagi qurolli kuchlar Falastindagi Angliya askarlariga hujum qildi ekan. Yahudilar bilan Falastindagi arablar orasidagi to'qnashma bag'ansir kaskinlashdi ekan. Angliyaliklarmi bu yana boshqaradigan iqtidori bag'ansir tuvallab, Falastindan Angliyaliklar chekinib chiqishga qaror oladi ekan. Shuning bilan 1947-yili 11-oyning 29-kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining cho'ng yig'ini ochilib, 181-nomerli qaror ma'qullab, Falastinda ikki davlat qurildiganligini, birisi Yahudilarning davlati, birisi arablarning davlati bo'lganligini qaror qilib ma'qullabdi. Qarorda Yahudilarning zimini cho'ngroq, arabliklarning zimini kichik bo'lib qolganligi uchun butun arab dunyosi bu yig'inning qaroriga qat'iy qarshi turibdi. 1948-yili 5-oyning 14-kuni Angliya hukumati Falastindagi hukmronligini oxirlashtirib, bayroqlarini yig'ishtirib, eng oxirgi bir harbiy parxod bilan chekinib qaytibdi. Shu kuni tushdan keyin soat 4 da Isroilliklar davlat qurganligini jakolabdi. Ikkinchi kuni butun arab dunyosi birlashib Isroiliya davlatiga hujum qildi. Shuning bilan birinchi qitimliq O'rta Sharq urushi boshlanibdi. Birinchi qitimliq O'rta Sharq urushi Isroiliya g'alaba qilib, arab dunyosi mag'lub bilan oxirlashibdi. Uningdan keyingi 4 qitimliq arab dunyosi bilan Isroiliya o'rtasidagi urushda Isroiliya davlati g'alaba qilish bilan oxirlashibdi. Isroiliya davlati har bir urushda g'alaba qilganda Isroiliyaning zimini hasilab kengayibdi. Isroiliyaning hozirgi zimini bo'lsa 1947-yili 11-oyning 29-kundagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti belgilab bergan Isroiliya ziminidan necha hassa ishib ketibdi.
Uyg'ur